Mana suv quyib oldik. 80 litr suv quyganimizdan keyin buni tuprog'imiz mana. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Shu tuproq agarda shu kartaga qo'llaydigan bo'lsak, shu kartani konturni 4 ta joydan olishimiz kerak. Buni sababi har bir joyda mikroelementlar har xil bo'ladi tuproqda. Mana olganimizdan keyin tayyorlaymiz. Sekin, ichiga ketib soling. Sachrab ketmas. Bu dalam tuproq, ha? Mana shu dalani 4 ta joydan olingan dal tuprog'i. Keyin shakar solasan. Tekin ekan. Mana buni yaxshilab aralashtirib turamiz doimiy qilib. Bu nima bu? Shakar. Keyingisi mana shakar. Agar bo'lsa, o'zimizni lavlagi nimasidan ham qo'shsak bo'ladi. Agar bo'lmasa, shakar qo'shib aralashtiramiz. 100 litrga 1 kilo shakar ichiga qo'shamiz. Aralashtirgan holatda qo'shamiz. Separat qo'shing, ko'rinib turadi. Keyingisi yangi molda o'sha svejiy go'ngi bo'lish kerak, kechagi bo'lmasligi kerak. Shunga ham e'tibor beramiz. Pastroq. Buni ham qo'shamiz. Molni dalanchetiga olib kelib yaxshilab qo'ydirib qarab o'tirish. Yaxshilab aralashtirib turamiz doimiy. Keyin peshobi ham, sigir molda peshobi buni ham aralashtiriladi. Qo'ying. Fermada hammada bor yangilik. Bu o'sha afzallik tomonlari o'zimizda mahalliy hamma uyda mana chorva mollarimiz bor. Murakkabligi shulardan olib ishlatsak bo'ladi. Ham arzon, ham mana hurmatli hokim buvamiz aytganlaridek, o'sha o'g'itlarda bu ishlatilishini yordam beradi. Keyin buni hammasini aralashtirgandan keyin mana qolgan yana suvimizni qo'shib qo'yamiz, suvdan qo'shing. Ustiga yana suv qo'shamiz. Nech litr? 100 litr bo'ladi shunda. Hozir 80 litr ichida bor edi. Hozir mana 20 litr yana qo'shib 100 litr bo'lib tayyorlandi. Keyingisi mana shu bo'lgandan keyin ustini mato bilan yopib, salqin joyga qo'yib qo'yiladi 1 hafta, 7 kun. 7 kun ichida har kuni 2 martadan aralashtirib turiladi. Keyin bu 7 kundan keyin tayyor bo'lgandan keyin buni qo'llanilishi o'sha sharbat usulida suv bilan birga ham qo'llasak bo'ladi. Yoki suspenziya sifatida buni bargidan ham oziqlantirsak bo'ladi. Buni yaxshilab suzib olamiz. Nimaga tiqilib qolmasligi uchun. Suspenziya sifatida ham ishlatsak bo'ladi. Bu doimiy ishlatsak bo'ladi. Bahorda, kuzda degan nimasi yo'q. Doimiy ishlatamiz. Keyin yana buni hozirgi tayyorlaganimiz paxta yoki boshqa ekinlarga tayyorladik. Agarda don dukakli ekinlar uchun tayyorlanadigan bo'lsa, don dukaklilarni unidan ham qo'shib yuboriladi. Bu unda ham foydali tomonlari bor. O'g'itni nomi nima endi? Jivamrit. Jivamrit o'sha o'zimizda suyuq bio'g'it hisoblanadi. Ta'siri qanaqa nima ta'sir qiladi bu? Ta'siri hozirgi aytganimizdek o'sha o'zlashtirilmagan o'g'itni o'zlashtiribga yordam beradi. O'sha qolib ketayotgan pomidor bilan piyozni aytdingiz-ku. Qaysi vaqt sepish kerak? Buni nimasi yo'q. Sepaveradi. Endi bu bularga tushuntirish uchun aytilgan narsa. Aslida endi albatta uni berganingizdan keyin go'ng borgandan keyin yerni yumshatib turadi. To'g'rimi? Go'ng o'zi yerni qattiq qo'ymaydi. Tomir rivojlanishi yaxshi bo'ladi, borib topadi. Yana qo'shimcha hali orqasidan qo'shimcha energiya bilan yana sal cho'ziladi. Hosildorlik ko'payadi. Hosil ko'payaversa, o'z-o'zidan bu haligi bor-ku, tirik organizmda. Bola chaqa ko'payaversa, ko'proq ishlab daromad qilishga harakat qilasiz-ku. Shunga o'xshagan ham harakat qiladi. Shundan keyin ko'proq Hindiston 5 million gektar yerda paxta yetishtiradi. Mana shu usul eng effektiv. 5 million. Demak, buni avtori hindistonliklar ekanda. Tajribadan o'tgan. Hindistonda tajribadan o'tgan, bizda endi qo'llaniladi. Hozir mana qo'llanib boshqacha formada qilyapmiz. Kecha Namangan viloyatiga hurmatli prezidentimiz tashrifida vazirimiz Ibrohim Yo'lchiyevich taqdimot qildilar. O'sha yerda ko'rsatildi. Yaxshi bilib oldik. Rahmat. Arzon. Tekin. Bepul o'zimizning Mana hamma